Muhammed aleyhissalatu vesselam bilan 9 yoshlik Oyisha onamizning nikosini qanday tushunish kerak? Avtori Mavlon Yasin. Bir inim mendan islom hukumiga munosabatlik ikki qiziq savol so'ragan ekan. Bu savollar mening ijtihoyimni qo'zg'ab qo'ydi. Buning birinchi savoliga hadis inkorchilar bilan qanday munosabat qilish kerak degan maqolamda o'zimning tushanchamni o'ttirib qo'ydim. Bu inimning menga qo'ygan ikkinchi savoli payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalam bilan 9 yoshlik Oyisha onamiz to'y qilgan bu haqiqatni hadis inkorchilariga qanday tushuntirish kerak? Men bir diniy tadqiqotchi bo'lmasam-mo, bunday ma'noliq va qiziqarli savollardan atlab o'tib ketishga biroz taski to'xtaydi ekan. Shu sababdan o'zimning yuzaki ko'z qarashimni so'zlab, boshqalarning qimmatli fikrining o'ttirg'i chiqishini tatlab qo'yay deb bu yozmani o'ttirg'i tashildim. Men uchun bu bir o'rganish fursati. Shuni bilishimiz kerakki, Allohning irodasi bilan payg'ambarlar favqulodda mo'jizalarni boshdan kechirgan. Bu orqali ular kishilarga yetkazgan uchurlarning chinligi va to'g'riliqini dalil sifatida ko'rsatgan. Masalan, Musa alayhissalom uning hastayga yilonga aylanib, sehrbozlarning yilonlarini yutib o'tgan. Yana shu hasa orqali Qizil dengizni yerib, Isroilliklarni dengizdan xotirjam o'tkazgan. Aysa alayhissalom amala va juzam kesila, ya'ni oq kasalni saqaytgan. Sulaymon alayhissalom jin, hayvon va insonlarni kontrol qilish va hayvonlarning tilini tushunish iqtidoriga ega edi. Ibrohim alayhissalomning mo'jizasi bo'lsa, o'tni so'g'uqqa aylantirgan va Zamzam quduqini Hajar onamizning tepishiga sabab bo'lgan. Muhammad alayhissalom Allohning irodasi bilan nurg'un mo'jizalarni ko'rsatgan ekan. Masalan, qabrda azobga uchirgan kishilarning ovozini anglatgan ekan. Hayvonlarning tilini tushungan ekan. Payg'ambarlikning oldi keynida uningga tosh va daraxtlar salom qilgan ekan. Madinadagi qurg'oqchilik mezgilida yomg'ir duosi orqali yomg'ir yog'dirgan ekan. Xaybar urushida o'zining sho'ligi bilan Alining og'riq ko'zini saqaytgan ekan. Abu Qubays teg'ida turib oyni ikkiga bo'lgan ekan. Qur'onning nozil bo'lishini barliq musulmonlar Muhammad alayhissalomning Allohning irodasi bilan kelgan eng chong mo'jiza deb qaraydi. Hamda bu mo'jizalar vaqt va davr bilan cheklanmaydigan mangulik mo'jizalar deb e'tirof qiladi. Hadis inkorchilar bu mo'jizalarni qabul qilmasligi albatta tabiiy. To'g'rilarda bu mo'jizalarni haqoratlagan va masxir qilgan Uyg'urlarni uchirtib turamiz. Bu raqam davridagi xurofotlar nadonlik bilan to'lib toshgan xurofotlik nuqtasidan joyillik bilan hadisni inkor qiladi. Hamda bu hakovur va joyillikni bir xil aql farosat deb mag'rurlanib o'z-o'zidan qanoatlanadi. Bularning tafakkur iqtidoridan va tafakkur shaklidan Xitoylarning Uyg'urlarning ichida qalayimqanchilik qilish tafakkur psixikasini sezgili bo'ladi. Angliya Oxford universiteti İlahiyat ve Din Fakültetining professori va San Antoni institutining hozirgi zamon islom tadqiqotchisi, akademik, faylasuf va yozuvchi deb tanilgan Tariq Ramazon 2007-yili nashr qilgan Rasulullohning izida degan kitobida o'xshamagan hadis to'plamlaridan, masalan, Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud qatorliq sahih hadis kitoblarida Oyisha onamiz o'zi nikoh qilganda 6 yosh payg'ambar alayhissalatu vassalamning uyiga ko'chib kirganda 9 yosh ekanligini aytganligini yozgan. Hadis inkorchilar doim payg'ambarlarning Oyisha onamiz bilan 9 yoshda bir uyda bo'lganligini axloq o'lchimiga uyg'un emas deb davron soladi. Bular Oyisha onamiz 9 yoshda payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan uy tutqanligi Allohning biz ummatlarga ko'rsatgan yana bir mo'jizasi ekanligini joyillik bilan inkor qiladi va o'zlarining kichkina zehni bilan Allohning cheksiz qudratini o'lchaydi.
Allohning 9 yoshga kirgan Oyishani 18 yoshli qizning psixologiyalik iqtidoriga ega qila oladiganligiga gumon bilan qaraydi. Amaliyotda ishonmaydi. Bu nikoh Allohning insonlarga ko'rsatgan yana bir mo'jiza ekanligini tuvandagi yozmadan oydinlashtirib olinglar. Birinchi, Payg'ambar alayhissalatu vassalam vafot bo'lganda Oyisha onamiz 18 yoshga kirgan va nuqsonsiz esda tutish qobiliyati bilan butun Qur'onni yodlagan osondagi kishilarning biri bo'lgan. Muhammad alayhissalatu vassalam vafot bo'lgandan keyin saqlangan Qur'onning to'g'riligi to'g'risidagi andishalar o'tirg'i qo'yilgan. Oyisha onamiz Qur'onning mukammal saqlanganligiga kapolatlik qilishda halqiliq rol o'ynagan. Mushuning o'zila Oyisha onamiz Allohning insonlarga ko'rsatgan bir mo'jiza ekanligini samimilik bilan qabul qilishimizni ta'kidlaydi. Ikkinchi, Angliya Cambridge Universiteti 2013-yili nashr qilgan klassik musulmonlarning ijtimoiy tarixini tadqiq qiladigan professor Asma Saidning Islomdagi ayollar va diniy bilimlarning tarqalishi nomli kitobning aytishicha, Oyisha onamiz 2210 hadisni esda tutgan va bayon qilgan. Bu hadislar Payg'ambar alayhissalomning shaxsiy hayoti, varislik qilish, haj qilish, duo qilish va qiyomat qatorliq temalarni o'z ichiga olgan. Bu keyin hadislarning to'planishida tayanchilik rol o'ynagan. Oyisha onamiz o'z davridagi eng bilimlik ayol deb atalgan. Oyisha onamizdan boshqa hech qanday bir kishi payg'ambarimizning kundalik hayotini bundaq inchiklik bilan aks ettirib berishi mumkin emas. Bu Allohning insonlarga ko'rsatgan bir mo'jiza ekanligini islom olimlari samimilik bilan qabul qiladi. 3. Payg'ambar alayhissalatu vassalam vafot bo'lgandan keyin Oyisha onamiz 44 yil musulmonlar jamiyatiga xizmat qilgan va Payg'ambar alayhissalatu vassalamning uchurlarini tarqitish uchun cho'ng to'kib qo'shgan. Bu Allohning Qur'onning tarqalishiga kapolatlik qilgan mo'jizalarning biri ekanligini islom dunyosi o'rtaq qabul qiladi. 4. Amerikadagi donli Kolumbiya universitetidan psixologiyada magistrlik unvoni olgan Islom qonuni va Payg'ambar alayhissalomning tarjimalini tadqiq qilgan Oyisha Nuriddin 2020-yili nashr qilgan Onamiz Oyisha haqidagi 40 hadis degan kitobning ko'rsatishicha, Buxoriyning 7012-hadisida Payg'ambar alayhissalatu vassalamning tushida Oyishani ko'rganligini shunda xotirlagan. Rasululloh menga shunday degan: Siz bilan nikoh qilishdan ilgari siz mening tushimda 2 qitim ko'rsatilgan. Men bir farishtaning sizni yipak raq bilan ko'targanligini ko'rdim. Men o'zimga, agar bu Allohdan kelgan bo'lsa, u cho'qim yuz berish kerak. Bu hadis Rasululloh bilan Oyisha onamizning nikohlanishi nikohdan burun Payg'ambar alayhissalatu vassalamning tushiga kirganligini aytgan. Bu hadisning o'zila Oyisha onamizning 9 yoshda Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan nikoh qilishi Allohning ummati Muhammadiyaga ko'rsatgan mo'jiza ekanligini keskin isbotlaydi. Albatta, hadis inkorchilarining bundaq hadislarni tushunish va qabul qilish iqtidori allaqachon ag'vat qilingan. Oyisha onamizning yesh to'g'risidagi talash-tartish amaliyotda bir yaqinqi hodisa. Ba'zi islom tadqiqotchilari Oyisha onamiz Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan nikoh qilganda 15 yoki 18 yoshda edi deydi va ma'lum isbotlarni ko'rsatdi. Bularning ko'rsatgan isbotlarining biri bo'lsa, u davrda nurg'un madaniyatli kishilar o'zining yeshini hisoblamaydi va o'zi tug'ilgan kunni aniq bilmaydi. Men ba'zi Uyg'ur diniy tadqiqotchilarining mushu ko'z qarashda ekanligini sezdim va angladim. Lekin bu xil ko'z qarash muqim bilim bo'lib fitrab turolmadi. Chunki Oyisha onamiz o'zi bir hadisda to'y qilganda 6 yosh, 9 yoshda Payg'ambar alayhissalatu vassalamning uyiga ko'chib kirganligini aytgan. Oyisha onamiz shu davrdagi eng cho'ng olimalarning biri bo'lish sifati bilan yeshini xato hisoblash imkoniyati bo'lmaydi.
Bu faqat ba'zi musulmon olimlarining g'arbdan kelgan besimga qarshi chiqargan fatvosi. Uyg'urlardagi hadis inkorchilar bu fatvoni dastak qilib olgan. Amaliyotda xristian diniga tava katolik mazhabining vakifida 6 yoshdan kichik qizlar bilan to'y qilgan payg'ambarlarning misollarini topqili bo'ladi. Bu hadis inkorchilarining payg'ambar alayhissalatu vassalamning Oysha onamiz bilan 9 yosh vaqtida to'y qilishidagi hukmi va axloqidan gumonlanish orqali payg'ambar alayhissalatu vassalamni haqoratlash uchun elib borgan urinishi. Bu Muhammad alayhissalatu vassalamga tuhmat qilib qayta mag'lub bo'lgan usulni axlat yig'ib yurgan Uyg'ur hadis inkorchilar xalqqa damiltib yuradi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning 23 yillik hayoti mutlaq to'g'ri. Hech qanday xatolik bo'lmagan hayot. Chunki Qur'on Karim payg'ambar alayhissalatu vassalam orqali insonlarga yetgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotidan xatolik topsa, Qur'onning mukammalligiga savol qo'yiladi. Hadis inkorchilarning maqsadi naq mushuningdan iborat. Hadisga gumonlanish orqali Muhammad alayhissalomning hayotidan nuqson va ojizlik qo'ydirib chiqarish, ondan Qur'on Karimning mutlaq qimmatiga gumon selish, Uyg'urlar ichida shubhalik tarqitish. Oysha onamiz bir ayol, bir rafiqa, bir olima, bir siyosiy rahbar bo'lib, islom dinining taraqqiyotiga zo'r to'hfa qo'shgan. U aql farosati, islom qonunini va an'anasini cho'nqur tushunish bilan tonilgan. U kishilarning hurmatiga sazovor o'qituvchi va olima bo'lib, ko'zitish iqtidori va kishini jalb qilgan notig'i bilan dongliq edi. U mukammal asti tutish iqtidori bilan tonilgan bo'lib, oz sondagi butun Qur'oni Karimni asti tutquchilarning biri edi. Buning bir misoli Oysha onamiz mashhur olim va qonunshunos Abdullah ibn Abbas bilan islom qonunining ma'lum bir nuqtasi to'g'risida keskin munozara qilib g'alaba qozongan. Ibn Abbas kamtarlik bilan Oysha onamizning ko'z qarashining afzalligini e'tirof qilgan. Men eng yaxshi ko'radigan hikoyalarning biri, bir Oysha onamizning oldiga kelib, payg'ambar alayhissalatu vassalamning xarakterini so'raganda, Oysha onamiz uning xarakteri Qur'on deb javob bergan. Bu bayonot Oysha onamizning islom haqidagi bilimi va tushunchasining cho'nqurligini, shundaqla payg'ambar alayhissalatu vassalamga bo'lgan sadoqatmanligini tushundirdi. Balki Oysha onamizning eng kuchli merosi uning adolat va barobarlikni tashabbus qilishi bo'lishi mumkin. U ezilgan va chetga qiqilganlarning qo'rqmas tashabbuschisi edi. U adolatsizlikka qarshi va zulmga qarshi so'z qiladi. Oysha onamizning eng qaltis yeri shuki, u erlar hukmronlik qiladigan jamiyatda o'zining rolini saqlab qolish iqtidori bor edi. U ayni chog'dagi ayollarning o'rnini erlardan tuvan degan ko'z qarashga jang e'lon qilgan. Oysha onamiz ham bir siyosiy rahbar edi. Muhammad alayhissalatu vassalam vafot bo'lgandan keyin Oysha onamiz musulmonlar jamiyatining rahbarligida aktiv rol o'ynagan. Uning islom ideyasi va amaliyotini taraqqiy qilishga qo'shgan to'hfasi musulmon dunyosini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Oysha onamizning hayotidagi eng muhim haqiqat uning yosh to'y qilganligi emas, balki o'qish va bilim saviyasi. Rasulullohga bo'lgan muhabbati va islomning taraqqiyotiga qo'shgan to'hfasi qatorliqlar Oysha onamizning hayotining eng muhim taraflari. Oysha onamiz bir avliya, donishmand va olima edi. Biz asla bu merosni bizning bu ajoyib ayol to'g'risidagi muhokama suhbatimizga aylantirishimiz kerak. Ming afsuski, hadis inkorchilari hadisning go'zal dunyosidan chekinib, axlat sandig'ining ichiga o'zini etib, sho'ng'ib, uningdan chiqolmay, ishqorinni paskini narsalar bilan to'ldirishga xumor bo'lib qolgan. Oxirda yana qayta eskartib qo'yay. Men diniy tadqiqotchi emas. Bu inimning savoliga javob izdanish orqali o'zimning islom haqidagi bilimlarimni biroz ilgari surishga intildim xolos. Bu inim o'tirg'i qo'ygan qiziq savollarga e'tiborsizlik qilish menga taskin to'xtadi.
Men bir matematik tadqiqotchisi va yumshoq detal injeneri bo'lganim uchun qiziq savollarga javob izlash kasbiy madaniyatim bo'lib qoldi. Diniy olimlarimizning bu masalaga boshqacha ko'z qarashlarini o'ttirg'i qo'yishiga albatta intizorman.